Assalomu alaykum, hurmatli TNC hamkorlari va aziz yurtdoshlar. Hurmatli yurtdoshlar, sizlar bilan o'zim uchun juda bir quvonchli bo'lgan xabar bilan o'rtoqlashmoqchi bo'ldim. Ya'niki, menda bosh miyada qon aylanishi buzilishi, bo'ynimdagi arteriya tomirlarida xolesterin blyashkalarini paydo bo'lishi, yuragimda hapriqishlar, depressiyaga yaqin holatlar, pankreatit kasalliklari, jigarimda og'riqlar paydo bo'lgan paytlarida bir necha martalab kasalxonalarda davolanishga harakat qildim. O'zimni nafaqa pullarimga, o'g'il qizlarimni to'payotgan pullariga ancha zarar tegdi, lekin biron marta bir bunda xursand bo'lib shifo topdim, Alloh o'zingga shukr degan kunim bo'lgani yo'q. Shunday kunlarda TNC'ni 600 lik hamkori Orzuxon Ahmedova bilan suhbatlashib qolganimda, men uni yaqindan taniyman. U ancha vaqt xastalanib yotib qolgan paytlarini va shundan keyin TNC'dan najot topganini, TNC dorilardan najot topganini g'urur bilan gapirgandan keyin meni ham qiziqishim ortdi. Ular meni diqqat bilan eshitdilar, menga qancha ko'p maslahatlar berdilar va shuning orqasidan menga chiroyli bir jadval tuzib berdilarki, mana bu dori, mana bu bat, mana bu joyizga, bu bat bu joyizga degan maslahatlarni berdilar va ular tuzib bergan jadval bo'yicha men bundan 16 kun oldin davolashni boshladim. Shunda menga antilipid choy bilan boshladilar. Ketidan xitazan, kardiceps, bolalar kalsiysi, miya kalsiysi, ruh, ikan, halikan kabi dorilarni tavsiya qildilar va ularni qachon, qay paytda qanday ichishni tushuntirib berdilar va shu bo'yicha men davolanishni boshladim. Meni xursand bo'lib sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarim shuki, Allohga beadad shukr. Ular bilan uchrashganimga 16 kun, 17 kun oldin bo'lgan bo'lsa, ana shu paytda menda pankreatit juda ham xuruj qilgan payti, o'ng tarafimda juda kuchli og'riqlar va lo'qillashlar bor edi. Yotgan holatimda bir tarafdan ikkinchi tarafga o'girilayotgan paytimda juda qiynalardim. Mana shu bular yozib bergan jadval bo'yicha yozib bergan tavsiya qilgan batlarini ichib borgan davrimda Allohning qudratini qarangki, mana bugun 16-kun bo'lsa, Allohga beadad shukr, 2 kundan beri menda na lo'qillash bor, na bu o'zini bildirayotgani yo'q. Shunaqa xursandmanki, Allohimga beadad shukr, mana shunaqa chiroyli, yaxshi odamlar bilan birga qilganiga. TNC mahsulotlarga umidim bor edi, endi ishonchim uyg'ondi. Juda ham xursandman va bundan keyin ham davom etaman. Iymon komilki, vaqt soat bilan Alloh shularni qo'li bilan menga boshimdagi bosh aylanishlariga davo beradi, Xudo xolisa. Jigarlarimga davo beradi. Qanday xastaliklar bo'lsa, albatta davo topishiga juda ham ishonaman. TNC zo'r ekan. Allohni bizga bergan bir inoyati ekanki, Alloh bir eshikni yopsa, ikkinchi eshikni ochadi. Kasalxonalardan topolmagan shifoyimni mana shu TNC mahsulotlarini topayotganimga juda ham xursandman va yurtdoshlar ularga ishonish kerak ekan. Uni ixlos bilan, Allohga umid bilan bismillah deb boshlab nasib aylasa davo topish oson ekan. Har bir ish Allohga oson. Hammangizga sog'lik, salomatlik tilayman. Ishlaringizga rivoj tilayman. Shunday yaxshi insonlar bilan meni birlashtirgan, birga qilgan, shularga meni yo'liqtirgan Allohimga hamdlar bo'lsin. Yana yaxshi chiroyli xabarlar bilan sizlar bilan o'rtoqlashmanga nasib qilsin. Birinchi shu siz bilan o'rtoqlashmoqchi bo'lganim, meni pankreatitim tuzaldi. Eng birinchi xursand bo'layotgan joyim shu bo'ladi. Va o'zimda ancha toliqishlardan, juda ham ko'p xronический усталость deb ataladigan bir holat bor edi. Ancha toliqishlarim ketganini sezdim. Birdaniga emas, hali endigina 16 kun bo'ldi ishlayotganimga. Umid qilamanki, juda ham yaxshi natijalar ko'raman. Hammanglarga chiroyli natijalar tilab qolaman.